بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhtaram azizlar, Alloh haq subhanahu va taologa shukronalarimiz bo'lsinki, siz va bizlarni iymonli, mu'min musulmon qilib yaratdi. Biz dunyodagi eng baxtli kishilarimiz azizlar. Nega desangiz, tashvishimizda ham, xursandchiligimizda ham, har bir holatimizda murojaat qiladigan, yig'lab talab va istaklarimizni, duolarimizni qiladigan ulug' zot Alloh azza va jallaga iymon keltirganmiz. Alloh subhanahu va taolo bandalariga qanchalik darajada mehribon va rahimli zot ekanligi haqida ko'p sizlar bilan eslashdik. Ko'pchilik beradigan bir savol bor. Domla, bir necha marotaba yoki bir necha yillardan beri duo qilyapmiz, lekin negadir duoyimiz o'tmayapti deydi. Ba'zilar esa biror bir narsani aytadigan bo'lsa, bir dardi, alami, orzu havaslari bo'lsa, nima maslahat berishlikni so'rasa nima berardik azizlar? Baxtni, saodatni beradigan ham, farzand ato qiladigan ham, dard berib unga shifo beradigan ham, martaba, obro' beradigan ham, bizni baloyi ofatlardan saqlaydigan ham yaratgan Robbimiz-ku. Shunday ekan biz hammaga Allohga duo qiling deb o'rgatamiz. Lekin mana shu duolar qabul bo'lmayapti degan savol bu aslida durust savol emas. Duoyimizni qabul bo'lmaslik sababini yoki qilayotgan duolarimiz to'la va chiroyli bo'lmayotganini, kamchiligini o'zimizdan qidirmoqligimiz kerak. Ibrohim ibn Adham rahmatulloh alayhi hayotlarida bo'lgan bir voqeani keltirishadilar. Ahmad ibn Abdulloh al-Juboriy va u kishi Shaqiq ibn Ibrohimdan rivoyat qiladi. Aytadilarki, Ibrohim ibn Adham Basra bozorida ketayotgan ekanlar. Odamlar atroflariga to'planib turib aytibdilarki, Abo Ishoq deb chaqiradilar Ibrohim ibn Adham rahmatulloh alayhida. Ya Abo Ishoq, Alloh haq subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Esta'izubilla ud'uni astajib lakum", menga duo qilinglar, men mustajab qilaman degan va'dasi bor. Lekin biz anchadan beri, bir qancha paytlardan beri duo qilib kelyapmiz. Lekin Alloh duoyimizni qabul qilmayapti-ku dedilar. Ibrohim ibn Adham rahmatullohi alayhi ularga nima uchun duosi qabul bo'lmayotganini, sabablarini ko'rsatganida, mana shu narsani o'qiganimda azizlar, men Alloh azza va jallaga yanada hamdlar aytdim. Chunki mana shu aytilgan narsalarda ba'zilari bizda ham bo'la turib Alloh duolarimizni qabul qilyapti ekan. Nima dedilar? Ibrohim ibn Adham rahmatulloh alayhi aytdilarki ularga qarab, "Ya ahlal Basra, ey Basra ahli, matat qulubukum fi 10 ashiya va kayfa yustajabu duaukum?" Sizlarni qalbingizda 10 ta narsa sabab bo'lib o'ldirib qo'ygan. O'lgan qalbingizlar bilan duo qilyapsizlar, qanday qabul bo'lsin dedi. Va mana shu 10 ta narsani sanab berdilar. Avvaluha, birinchisi dedilar, "Araftumulloh va lam tuaddu haqqahu." Allohni taniysizlar u uni haqqini ado qilmaysizlar. Asani, qara'tum kitaballoh va lam ta'malu bihi. Allohning kitobini o'qiysizlar u, lekin unga amal qilmaysizlar. Va salis, idda'aytum hubba rasulillahi sallallohu alayhi va sallam va taraktum sunnatahu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sevishlikni da'vo qilasizlar u, lekin u zotni sunnatlarini tark qilasizlar. Va rabi, to'rtinchisi, shaytonni dushmanligini da'vo qilasizlar u, ammo uni orqasidan ergashasizlar. Val xomis, beshinchisi, qultum nuhibbul janna va lam ta'malu laha. Jannatni sevamiz deb aytasizlar u, lekin jannatga kiradigan amal qilmaysizlar. Va sadis, oltinchisi, qultum nakhafun nar va rahantum anfusakum biha. Do'zaxdan qo'rqamiz deysizlar u, ammo o'zlaringizni, nafsingizni o'zingiz unga uloqtirasizlar. Va sabi, yettinchisi, qultum innal mawta haqqun va lam tasta'iddu lahu. O'lim haq deysizlar u, lekin unga tayyorgarlik ko'rmaysizlar. Va thamin, sakkizinchisi, ishtaghaltum bi uyubi ikhwanikum va nabathtum uyubakum. Boshqa birodarlaringizni ayblari bilan mashg'ul bo'lasizlar u, o'zingizlarda aybingizlarga e'tibor qaratmaysizlar. Va tasi'u, to'qqizinchisi, akaltum ni'mata robbikum va lam tashkuru laha. Robbingizning ne'matlarini yeysizlar u, ammo unga shukr keltirmaysizlar. Va ashir, 10-chi, qalbingizni o'ldirgan narsa. Dafantum mawtakum va lam ta'tabiru bihim.
mayitlaringizni dafn qilasiz-u, undan o'zlaringizga e'tibor olmaysiz dedilar. Mana shu 10 ta narsa qalbingizni o'ldirib turgan bo'lsa, yana qanday duolar qabul bo'lsin dedilar. Azizlar, 10 ta narsadan qaysi biri bizni qalbimizni o'ldirib turibdi, o'zimiz qaraylik. Allohni tanib haqqini ado qilyapmizmi? Qur'onni o'qib amal qilyapmizmi? Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sevishlikni qayta gapirib, uyalmasdan sunnatini tark qilyapmiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Huwa aduwwun mubin deyapmiz. Lekin shaytonda aytganini qilyapmiz. Jannat haqida gapirganda ko'zimizga yosh olayapmiz, lekin jannatga kirgizadigan ishlarni qilyapmizmi? Do'zaxdan qo'rqib badanimiz titrayapti, lekin o'zimiz shundan saqlanishlikka harakat qilyapmizmi, azizlar? Aytingchi, boshqalarning aybi bilan ovora bo'lib, o'zimizni ayblarimizni unutmayapmizmi? Mahallalarda Allohning taqdiri bilan olamdan o'tganlarni borib dafn qilyapmiz-u, lekin bir kuni men ham shu yerga kelaman-da deb o'ylamayapmiz. Shunday ekan, mana shu 10 ta narsa azizlar qalbimizni o'ldirib qo'yar ekan. Unda duo qabul bo'lmaydi debdilar Ibrohim ibn Adham rahmatullohi alayh. Alloh qalbimizni mana shu 10 ta narsa bilan o'lib qolishligidan o'zi saqlasin va duolarimiz doimo qabul bo'ladigan bandalardan bo'lishligimizni Alloh azza va jalla nasib qilsin.